Bir yigit aytadi, bolalik paytimda deydi, 8 yashar paytini aytyapti. Dadam deydi, meni maktabga olib bordi. Birinchi kuni. Maktabdan shu yo'lda yuziga o'tib aytgan bir gap hali quloqimda. Bolam, mana shu yurtda seni ustozlaring yashaydi. Sen shu yurtdan nimani o'rgansang, hayotda shunaqa inson bo'lasan. Men o'sha kuni deydi, birinchi soat o'tgandan so'ng ustoz uyga javob berganda, yo'lda bo'yiga chiqsam, otam deydi, eski velosipedi bo'lardi. Yo'lda narigi yuzda meni kutib turgani haligidek esimda. Oldilariga o'tib, dada hali ketmabsiz. Men chiqishimni kutib o'tirdingizmi? Yo bir qizg'ondingizmi meni desam, bolam, bugun kelishing, yangi joyga kelding. Birov seni turtmasin, so'kmasin deb ozgina kutib o'tirgim keldi. Xafa bo'lmaysan. Vaqt o'tib boryapti deydi, maktabdan borardim, men bu yaqin kirib bo'lib qolsa deydi, dadam koyirdilar. Bolam, pokiza yurgin. Pokizalikda Alloh sevadi, Alloh yaxshi ko'radi. Yaxshisi ham, yomoni ham bizga keladi derdi. Hamma ila dada dedim. Bir kuni do'stlarim bilan deydi, 8-yo 7-sinfda bo'lgan voqeani aytayapti. Ko'chada ovqatlanib uyga borsak, onam shuvara qilgan ekanlar deydi. Shuni yemay kutib o'tirgan ekanda. Endi kamerani to'xtatib turur. Endi aytayaptiki, men uyga kirdim, qornim to'q. Onam shuvarani meni bilan yeyman deb kutib o'tirgan onam deydi. Qani ke bo'lam deb shuni shuvarani solib olib keldilar. Men notavon deydi o'shanda. Ona meni qornim to'q, sizlar bemalol, men ozgina charchadim, dam olaman deb kirib ketib turdim. Dadam so'kdilar. Bolam, mana shu onang ertalabdan kechgacha mehnat qilib sana uchun ovqat qildi. Ko'chada ovqatlanmagin. Ko'chami men xalqimni buzib qo'yar ekanda, ko'chada ovqat. Uyda ovqatlangin, ko'chada ovqatlanadigan payt keladi. Desa dadamni yomon ko'rgandim deydi. Mencha bu inson nasihat qiladi, mencha ko'p qo'yib so'kadi meni deb. Hatto deydi, svet yonib qolib ketsa shuni gapirardi. Bolam, o'sha o'chirib yurgin, budjetga foyda bo'ladi. Oxiri deydi, bir yigit bo'lgan paytim ekan deydi. O'sha paytlar dadam nasihat qilsa yo'qmay qoldi. 11da bitirib Toshkentga ketdim, 4 yil o'qib kelsam deydi, vaqt o'tibdi, otam deydi, betob bo'lib yotib qolibdi deydi. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdilar deydi. Oldilariga kirsam, xursand bo'lib, yoshligida ozgina avariya bo'lganda oyog'i og'rib turardi deydi. Ke bolamni quchoqlab, shunaqa xursand bo'ldi deydi, ko'zimning oldida haligacha deyapti. Ana shu deydi, pardani ochib qo'ygin, Alloh nuri. Biz ham g'animatmiz. Ozgina sen bilan gaplashkim keldi. Oldilariga o'tirdim, diplom qo'limda. Otam aytadi, "Palon joyda bir chiroyli klinika ochilibdi bolam. O'sha yerga bugun qabul bor ekan. Men seni kelishingga ularning nomerini ham topib qo'yganman. Borgin zora shu yerga rahbar bo'lib ketsang, meni ko'rib xursand bo'lib yuraman. Endi kimning o'g'li ekan desa, palonchining o'g'li desa, hurmati bizga keladi-da." Yana nasihatni boshladilar deydi. Endi qarang otaning nasihatini. Bir joyda buzuq narsani ko'rsang tuzatib qo'y bolam. Kambag'allarga yaxshilik qilgin. Ko'cha-kuyda ivirsib yotgan joyda ko'rsang tozalab qo'ygin. Mayli dadajon, bir duo qiling desam, duoni qildilar. Ozgina kayfiyat buzilib ketdim. Borsam deydi, davlat ishxonalarida rishotkali darvoza bo'ladi. Hammamiz bilamiz, maktablarda, hokimiyatga borsak ham bor. O'sha rishotkali darvozani deydi, zulf pastga qarab turibdi-yu, yonidagi bir tirqichdan hamma enkayib o'tib ketyapti deydi. Dadam aytdi-ki, shu yerda qolmasin deb deydi, haligini tosh bilan bir ursam ko'tarildi deydi, ochildi deydi. Ichkariga kirib boryapman, koridorda bir axlat quti qilib yotardi. Hamma tepkilib o'tib ketib turgan qog'ozlar, o'sha axlatlarda olib tozaladim deydi. Dadamning gapi yurakda shu bir qalbimda qolgan ekan. Kechroq yonib qolib ketib shuni o'chirdim deydi. Ichkariga kirib boryapman deydi. Past domlaning ovozi eshitilib turardi. Domla aytayapti, bizga fidoyi, jon kuyar, xonadonini, eli yurtini deydigan fidoyi rahbar izlab turgan edik. Bugun mana qabulda hammalaringizni ko'rdik. Sizlarga javobni aytvoramiz dedilar, lekin qo'llari bilan meni ko'rsatib, "Bolam, siz qoling" dedi. Men lekin hali birorta savolga javob bermadim. Shunchaki domla meni qolishimni xohladi. Hamma chiqib ketdi, endi so'ksalar kerak deb oldilariga borib diplomni olib olganman dedi. "Qayerdan bo'lasiz o'g'lim?" dedi. "Men palon qishlardan palonchining o'g'liman." "Ha. Endi o'g'lim, men birinchi gapim otangizga rahmat demoqchiman." Dedim, men jim bo'lib qoldim deydi. Hali savol javob yo diploming qaytdiki deb so'ramadi. "Ustoz, uzr, men hali bir savolingizga javob bermabman. Shu rahmat sababini bilsam bo'ladimi?" desam, haligi darvozani eslatdi. U darvozani deydi, biz o'zimiz buzug'ini qo'ydirib qo'ygandik. Boyagi axlat qutini eslatdi. Men kirib ketib, bir tep kirib ketdim deydi, birortasi tozalab qo'ymadi deydi. Hamma o'zini manfaati uchun bosib o'tib ketyapti. Endi boyagi chiroqni ham eslatdi-da, bizga jon kuyar, fidoyi oilasini, oilada budjetni kim hal qiladi? Erkak hal qiladi. Oilani budjeti barakasi erkakda bo'lar ekanda.
Biz hammasini sizda ko'rdik. Mana shu yerga rahbar izlagandik, siz rahbar qilib sayladik. Boshlig'imiz aytdilar, dushanbadan ishni boshlayverasiz dedi. Yig'lab yordim deyapti ona. Yig'lab yordim deydi. Otam bir paytlar koyisa, so'ksa xafa bo'libman. Bugun o'sha nasihatlar bilan bir joyga deydi, rahbar bo'lib qoldim deydi. Otamga bu xursandchilikda aytaman deb telefon qilsam ko'tarmadilar dedi. Onamga qildim ko'tarmadi deydi. Uyga qarab ketyapman, diplomimni shu olganman, u paytlar menda mashina yo'q deydi. Mahallaga bir ursam deydi, bir 5-10 ta odam to'planib tuyimizga deydi. Kirsam deydi, yaxshi bo'lgin, pokiza yurgin, yaxshilik qilgin, chiroqni o'chirib qo'ygin bo'lam degan otam deydi, shu kun omonatni topshirdilar deydi. Ana endi qarang deydi, mana deydi, hozir 1-2 ta uyim bor deydi. Yaxshi mashinam ham bor deydi. Alloh aqlay olib berdi, 2 ta farzandim ham bor deydi. Lekin nasihat go'yim yo'qotib qo'ydim deyapti-da, qarang. Otam yashab turgan manzilda boshida qabriston bor. Har kuni o'tib ketaman ishimga shu yerdan. 1 minut vaqtim ketadi, to'xtab, ota, hammasi shu rahmat. Men notavoni shunda bilmagan ekanman. Qarang, o'tib ketganingizdan keyin sizning gaplaringiz meni boqyapti, ota. Hammasi soyingizda bo'lgan ekan. Sizga rahmat deb ayta olmadim, dedi.